to'xtatib turganim deyapman. Ancha foyda berishinimi? Ha, vash qiynayotdi. Oyoqdagi anaqalar, toshmalar. Ikkinchi kun to'xtadi. Hammasi. Kechqurun keldim-ku. Ertasi kuni kechqurun taqataq to'xtadi. Ishlar to'xtadi, ishkallar orqaga qaytdi. Qo'ldagilar mana qo'shtirnoq qizarib yotdi. Qo'lda top-toza, oyoqlar ham top-toza bo'lib qoldi. Shuni yechib ko'rsatdimiz oyoqni. Oyoq top-toza bo'lib qoldi. Ancha zo'r. Ana yana keyiga chiqdi-yu, undan zirabcha kirib, yiringlar, miyaga lo'qillar, xuddi shunga o'xshayotdi. Alhamdulillah. Uyqu qanaqa? Uyqum vashiyda. Bu siz ham zo'r uyqu. Lekin vashi qilyotdi. Og'riq uyquni sho'rayotdi. Nechta doktorga bordingiz ungacha? Bitta allergologga bordim. Ungacha nimaga bordim? Городской республиканский allergiya sentrga. O'shani o'zi aytdi, birinchi ichni tozalash kerak. Любой protsedurada oldindan. Yaxshi, alhamdulillah. Men rosa xursand bo'ldim. Bilganda aytaman, 15 kun yetib bo'lardi. O'rtog'ingizga aytibsiz-ku? Ha, mana hozir tashlab berdim mana. Telefon nomer, mana lokatsiya, hozir tashladim. U ham o'rnimga olib boraman deb, bu o'z jiyanim olib kelmoqchi edim. Sal qo'rqdim. Men yuzim burnimni oldiga toshma toshgan. Zo'r bo'ladi ichlari. 15 yashardim mana. Kelursin. Ha, bugun o'zi ertalab zo'rlab kelmoqchi edim, biz ertasi bo'lmas ekansiz-da. Ertalab kechga bo'laman, kechga kelaman. Endi shanba kuni dam yo'q, to'g'rimi? Yo'q, biz damsiz ishlaymiz. Shanba kuni kechqurun adasini o'zi olib keladi. Yo'q, yaxshi bo'lib qoladi. Derman, men o'sha kun sizga gapingizga qarab aytdim-da, dermatologga borishdan oldin birinchi ish tozalab, keyin dermatologga borish kerak ekan. Dermatolog million yo'lsa ham foydasi yo'q ekan-da. Ish tozalamaguncha turdim, o'shanga nima qilib qoldi u ham. Men shanba kuni kelardim, dam kunida. Shanba nimasi, dushanba kuni ishini bir narsa qiladi-da, qarab. Baribir o'zi dermatologlarning ham o'zining ishi bor. Prosta ozgina ichi toza bo'lsa, effekti ko'proq bo'ladi-da, parazitdan qutulsa. Ularnikilar sal tozalandi-da, yana battar bo'lib ketyapti-da. O'sha men xuddi o'zimdan qiyosda, qancha nechta ukol olib tashladim kabinetga.